Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlarga 1924-yilda Markaziy Osiyo hududida o'tkazilgan milliy hududiy chegaralanish haqida ma'lumot beramiz. 1917-yili Turkistonda muhim siyosiy o'zgarishlar yuz berdi. Mintaqa xalqlari mustamlakachilikning 50 yillik zulmiga qarshi milliy ozodlik kurashini avj oldirib yubordilar. Ma'rifatparvarlik harakati sifatida vujudga kelgan jadidchilik Turkiston taqdiri hal qilinayotgan paytda o'zbek xalqini g'oyaviy jihatdan birlashtiruvchi kuch sifatida maydonga chiqdi. Mahmudxo'ja Behbudiy, Munavvar Qori, Ubaydulloxo'ja Asadulloxo'jayev, Mustafo Cho'qayev, Ahmad Zaki Validiy To'g'on kabi jadid taraqqiyparvarlari Turkistonga muxtoriyat maqomi berish uchun kurashdilar va siyosiy jarayonlarga faol aralashdilar. O'lka xalqlarining dastlabki ijtimoiy-siyosiy jamiyati Shuroi Islomiyat tuzilib, u muxtorchilik harakatining tepasida turdi. Bu paytda Buxoro amirligi va Xiva xonligi hududida yosh buxoroliklar va yosh xivaliklar partiyasi a'zolari demokratik islohotlar o'tkazish uchun o'z faoliyatlarini kuchaytirdilar. Fitrat, Fayzulla Xo'jayev, Polvonniyoz Hoji Yusupov ularning rahbarlari edi. Afsuski, 1917-yil noyabrda tashkil topgan Turkiston muxtoriyati hukumati, xalqimiz tarixidagi dastlabki demokratik hukumat oradan ko'p o'tmay, mustabid sovet tuzumi va bosqinchi qizil askarlar tomonidan qonga botirildi. Hukumat faoliyat ko'rsatgan Qo'qon shahri vayron qilindi. Tinch aholi qirg'inga duchor etildi. 1918-yil fevral oyida dastlab Qo'qon atroflarida boshlangan istiqlolchilik harakati tez orada butun Turkiston mintaqasiga tarqaldi. Farg'ona vodiysida Kichik va Katta Ergash, Madaminbek, Shermuhammadbek, Islom Pahlavon, Yormat Mahsum, Buxoroda Ibrohimbek, Anvar Poshsho, Mulla Abdulqahhor, Xorazmda Junaydxon kabi qo'rboshilar harakatga qo'mondonlik qilishdi. Biroq Turkistonning mustaqilligi va ozodligi uchun kurashgan istiqlolchilar sovet davrida bosmachi va xalq dushmani sifatida ko'rsatilib, jamoatchilik fikri shu yo'nalishda shakllantirildi. Aslini olganda, istiqlolchilik harakatining boshidan oxirigacha bir buyuk g'oya ustunlik qilgan edi. Bu g'oya butun Turkistonning milliy istiqloli va mustaqilligi g'oyasi bo'lib, u harakatning asosiy maqsadi bo'lib qolaverdi. Istiqlolchilik harakati tarixi o'zbek xalqining sovet davri tarixiga uning eng shonli va zafarli, shuningdek qayg'uli va dard alamli sahifalari bo'lib yozildi. Turkiston mintaqa xalqlarining yagona makoni, umumiy vatani. Markaziy Osiyo, jumladan Turkiston, Buxoro va Xorazm davlatlarining tub xalqlari necha asrlar davomida turmush tarzi va an'analari jihatidan bir-biriga yaqin bo'lib keldilar. Buxoro va Xorazm 20-asr 20-yillarning boshiga qadar mustaqil davlatlar bo'lgan. O'rta Osiyo davlatlaridan har birining ko'p millatli ekanligi, o'zbeklar, turkmanlar, tojiklar, qoraqalpoqlar, qirg'izlar, qozoqlar va boshqa yerli xalqlarning uchala davlat hududlarida tarqalib yashashi tarixan an'anaviy bo'lgan. Bu mintaqaning xalqlari birdir degan g'oya avloddan avlodga o'tib, milliy yetakchilar, jamoat arboblari va milliy ziyolilarning qarashlari hamda amaliy faoliyatlarida aks etgan. Hudud yaxlitligiga, xalqning birligiga xavf-xatar tug'ilgan kezlarda ana shu g'oya xuddi bir qalqondek bo'lib turdi. Xalqlarning bir-biridan ajralib, uzoqlashib ketishining oldini oluvchi omil bo'lib qoldi. Tarixan tarkib topgan 3 ta davlatni tugatib turib, ularning o'rniga yangi davlatlar tuzish fikri o'lka va markazning rahbar xodimlaridan chiqdi. 1920-yilning boshlaridayoq ularni bo'lib tashlash va milliy til belgisiga qarab muxtor respublikalar tuzish masalasi qo'yilgan edi. Bu g'oya Turk komissiya raisi Rudzutak tashabbusi bilan 1920-yil 15-yanvarda qabul qilingan tezislarda aytiladi. Bu tezislar o'sha yilning iyun oyida Kommunistik partiya markaziy komitetining partiyaning Turkistondagi vazifalar haqida degan qarori loyihasiga kiritildi. Bu taklifni Lenin qo'llab-quvvatladi. Loyihaga bildirgan o'z mulohazalarida u Turkistonning O'zbekiya, Qirg'iziya, Turkmaniyaga bo'lingan kartasini tuzish zarur deb ko'rsatdi. Lenin bir muncha keyinroq o'zi tayyorlagan boshqa bir loyihada o'z nuqtai nazarini o'zgartirib,
respublikani, ya'ni Turkistonni 3 qismga bo'lish oldindan hal qilib qo'yilmasin deb uqtirdi. Turkistonning ma'muriy hududiy kartasini qaytadan ko'rib chiqish, bolsheviklarning qaytadan tuzish siyosatidan o'lkada norozilik kuchayib borgan, mustaqillik uchun harakat ko'lami kengayib borayotgani, milliy masala yuzasidan Kavkaz ortida boshlangan kurash aks sadosi va boshqa sabablarga ko'ra orqaga surilib turdi. 1920-yilga kelib O'rta Osiyoda Turkistondan tashqari Buxoro va Xorazm Xalq Sovet respublikalari tuzilganligi ham muhim omil bo'ldi. Bu respublikalar tuzilganidan keyin ma'lum rahbarlar guruhi ularni ham hududiy qayta taqsimlash doirasiga tortish rejalarini ilgari surdilar. Milliy respublikalar tuzish zarurligi g'oyasi tashabbuschilari uni yerli xalqlar hayotida tengsizlik mavjudligi, milliy mojarolar kuchayib borayotgani bilan asosladilar. Bu mojarolardan qutulish yo'li turkmanlar, qirg'izlar va boshqalarning milliy davlatini tuzish deb e'lon qildilar. Amalda esa bu chora-tadbirlar xalqlarni bir-biridan ajratib qo'yishdan boshqa narsa emas edi. Hududlarni qaytadan belgilash va chegaralash tarafdorlari til tafovutlari, milliy tafovutlarga diqqatni ko'proq qaratib, xo'jalikka oid iqtisodiy omillarni mavjud suv resurslari, sug'orish tizimlarining umumiy ekanligini kamroq hisobga oldilar. Umuman siyosiy jihatlar birinchi darajali belgilandi. Rahbar xodimlar orasidagi yevropaliklar bilan tub xalqlar vakillari o'rtasidagi ixtiloflar, shuningdek, ayrim guruhbozlik ko'rinishlari mexanik tarzda O'rta Osiyo mintaqasi xalqlari o'rtasidagi munosabatlarga ko'chdi. Rudzutak, Stalin va boshqalar O'rta Osiyoda milliy mojaro mavjudligini uqtirdilar. Milliy masala sun'iy ravishda bo'rttirib yuborildi va davlatlar hududini tubdan qayta belgilash uchun hal qiluvchi asosiy dalil sifatida ilgari surildi. Turk komissiya va Rudzutak tezislariga qarama-qarshi o'laroq bir guruh milliy yetakchilar 1920-yildayoq turkiyzabon xalqlar yagona bo'lib, ularning tarixiy ildizlari, dinlari, an'analari va madaniyati mushtarakdir. Turkistonni alohida qismlarga ajratib bo'lmaydi degan g'oyani ilgari surdilar. Biroq bu fikrni bolshevikcha markaz inkor etib, uni pan-turkizm, pan-islomizm, burjua millatchiligi deb baholadi. Mintaqani milliy hududiy jihatdan qayta tuzish masalasi partiya organlari tomonidan ishlab chiqildi va amalga oshirildi. O'rta Osiyo byurosi umum mintaqani qamrab oladigan chegaralanish zarurligi to'g'risidagi masalani respublika partiya organlari, partiya xodimlari muhokamasiga qo'yishga zo'r berib intildi. Bu holat xususan SSR tuzilgach kuchaydi. 1922-yili va ayniqsa 1923-yili yerli millatlar vakillarining bir qancha rahbar xodimlari O'rta Osiyoda amalga oshirilayotgan milliy siyosatdan qoniqmayotganliklarini ochiq-oydin ma'lum qila boshladilar. 1923-yil oxirida Turkiston xodimlarining bir guruhi markazga xat bilan murojaat qilib, unda milliy nizolar o'lkada tugatilmasdan ko'proq avj oldirilmoqda deb qayd etdilar. Ushbu maktubda milliy yetakchilik mavjud bo'lgan ma'lum milliy hududiy nizolarni tarixan tarkib topgan hududlar, aloqalar, davlat tuzumini keskin buzmasdan har bir alohida respublika doirasida hal qilish zarur degan fikrni ilgari surdilar. Ba'zi joylarda bu g'oya amaliy jihatdan yuzaga chiqarildi. 1923-yil oktyabrida Buxoro respublikasida Turkman va Tojik viloyatlari tashkil etildi. Keyinchalik Xorazm respublikasida Muxtor Turkman va Muxtor Qirg'iz, Qozoq, Qoraqalpoq viloyatlarini tashkil etishga qaror qilindi. 1923-yil dekabrida Farg'ona vodiysi vakillari Farg'ona Muxtor viloyati tashkil etish to'g'risida taklif bilan chiqdilar. Biroq bu fikrni o'lkadagi rahbar organlar, avvalo partiya organlari xato fikr deb rad etdi. O'rta Osiyoni chegaralab bo'lish va milliy respublikalar tuzish g'oyasi 1924-yilda amalga oshirila boshlandi. Biroq bu masalaga doir ziddiyatlar ayni davrda ham davom etaverdi. Bu kampaniyada ishtirok etishdan bo'yin tovlashga ochiq-oydin intilish hollari takrorlanaverdi. Yangi loyihalar taklif etildi, lekin Markaz O'rta Osiyo byurosi qattiq turib oldi. Ammo O'rta Osiyo respublikalaridagi hukumat va partiya organlarining nuqtai nazarlari yakdil emas edi. Turkiy xalqlar bir-biriga yaqin degan fikr o'rtaga qo'yilar. Boshqa dalillar keltirilardi.
1924-yil fevralida Buxoro kompartiyasi chegaralanish masalasini ko'rib chiqdi. Unda O'rta Osiyoning ma'muriy tuzilishi yuzasidan taklif etilayotgan barcha turkiy xalqlarning ildizi birligini hisobga olmaydigan siyosat o'tmish istilochilari siyosati bilan bir deb aytildi. O'rta Osiyo byurosi tezislaridagi bu fikrlarni xato deb e'lon qilib, ularni qattiq tanqid ostiga oldi. Turkiston Markaziy ijroiya komiteti va Turkiston kompartiyasining 10-martagi birlashgan kengashida atoqli partiya xodimlari Xo'janov, Asfandiyorov O'rta Osiyodagi mavjud Sovet respublikalari o'rnida O'rta Osiyo federatsiyasini tuzish to'g'risida taklif kiritdilar. Shu bilan birga Xo'janov Turkiston yagona, bir butun va uning yaxlitligini buzish maqsadga muvofiq emas deb qo'shimcha qildi. Xorazm rahbarlarida ham alohida fikrlar mavjud edi. 1924-yil martida ular respublika doirasida turkmanlar, o'zbeklar, qirg'izlarning sud ishlari shariat bo'yicha olib boriladigan, milliy tillardagi maktablari bo'lgan muxtor viloyatlarni tuzishni taklif etdilar. 8-may kuni bir guruh Xorazm rahbarlari Kommunistik partiya markaziy komitetiga Xorazmda milliy masalani hal qilish to'g'risida maktub yuborib, unda Xorazmni chegaralanishga qo'shmaslikni iltimos qildilar. Ular o'zlarining shu nuqtai nazarlarini respublikaning olisda joylashganligi, iqtisodiy jihatdan ajralib turganligi bilan asosladilar. Bu nuqtai nazarni Xorazm kompartiyasi markaziy komiteti, jumladan Qalandar Odinayev ham qo'llab-quvvatladi. Qalandar Odinayev 1922-yil oktyabrga qadar Amudaryo viloyatida, so'ngra Xorazmda Kommunistik partiya markaziy komiteti O'rta Osiyo byurosi vakili bo'lib ishladi. 1924-yil iyulda Odinayev Xorazm kompartiyasi mas'ul kotib vazifasidan olib tashlandi. Turkistonda, Buxoro va Xorazm respublikalarida amaliy ish boshlab yuborildi. Komissiyalar va kichik komissiyalar bo'lg'usi tuzilmalarining hududlari va chegaralari to'g'risidagi masalani ishlab chiqdilar. Boshqaruv apparati tuzib, rejalar, iqtisodiyot, byudjet, yer suv muammolarini, ma'ruf, sog'liqni saqlashni tashkil qilish muammolarini va boshqalarini hal qildilar. Siyosiy tushuntirish ishlari olib borildi. Materiallar matbuotda e'lon qilinar, miting va yig'ilishlar o'tkazilar edi. Milliy hududiy chegaralanish o'tkazilishini ma'qullab, rezolyutsiyalar qabul qilindi. 1924-yil 31-oktyabrda O'zbekiston SSR Inqilobiy komiteti tuzildi. U O'zbekiston Respublikasini tuzishni boshqarib bordi. Munozaralar tobora qizib bordi. Stalin millatlar o'rtasidagi nizolarga xotima berish uchun chegaralanishni amalga oshirishga kirishishni taklif etdi. 1924-yil 12-iyunda Kommunistik partiya markaziy komiteti siyosiy byurosi O'rta Osiyoda chegaralanish to'g'risidagi masalani yana bir ko'rib chiqdi va uni o'tkazish to'g'risida qaror qabul qildi. Xorazm respublikasi chegaralanishga kiritilmadi, lekin 1924-yil 26-iyulda Xorazm kompartiyasi respublikaning chegaralanishga kiritilishiga o'zining roziligini bildirdi. Buxoroda maxsus qurilgan xalq uyida 1925-yil 13-fevralda Sovetlarning birinchi umum o'zbek qurultoyi ochildi. Unda O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi tuzilgani to'g'risidagi deklaratsiya qabul qilindi. O'zbekiston hukumatining boshlig'i qilib Fayzulla Xo'jayev saylandi. Seyst respublika hokimiyatining oliy organlarini rasmiylashtirdi. Respublika Sovetlari Markaziy ijroiya komiteti raisi etib Farg'ona vodiysidan chiqqan dehqon qo'shchi ittifoqining raisi Yo'ldosh Oxunboboyev saylandi. Jamoat tashkilotlari ham tuzildi. O'zbekiston SSRning dastlabki poytaxti Buxoro bo'lgan. Biroq ko'p o'tmay 1925-yil aprelida poytaxt Samarqandga ko'chirildi. O'zbekiston SSR keyinchalik 1925-yil mayda SSR tarkibiga kiritildi. 1929-yilgacha Tojikiston avtonom respublikasi O'zbekiston SSR tarkibida bo'lgan. Tuzilgan O'zbekiston SSRga Sirdaryo, Farg'ona va Samarqand viloyatlarining katta qismi sobiq Buxoro Xalq Sovet Respublikasidan uning markaziy va g'arbiy qismlari, ya'ni Zarafshon, Surxondaryo va Qashqadaryo vodiylari,
shuningdek Xorazm vohasi kirdi. O'zbekiston SSR hududi 312.394 kvadrat kilometrni tashkil qildi. O'zbekiston SSR tarkibida Tojikiston SSR tuzildi. Bu muxtor respublika keyinchalik Tojikiston SSRga aylantirildi. O'zbekiston SSRning o'z aholisi 1926-yildagi ro'yxatga olish ma'lumotlariga qaraganda 4.447.555 kishini tashkil etdi. Ularning 74,2% o'zbeklar edi. Respublikaga 1195 desyatina sug'oriladigan yer, ishlab turgan 185 ta sanoat korxonalari kirdi. Bu korxonalar orasida 39 ta paxta tozalash zavodi bor edi. O'zbekiston SSR sanoatida 87 ming ishchi ishlardi. Milliy hududiy chegaralanish O'zbekiston xalqlari uchun har tomonlama boshqacha ahamiyatga ega bo'ldi. U xalqning ijtimoiy-siyosiy hayotiga, madaniyatiga, an'analariga katta ta'sir ko'rsatdi. Mintaqa kartasi qaytadan tuzildi. O'zbekiston SSRning tuzilishi esa O'zbekiston xalqi davlat tuzilishi tarixida diqqatga sazovor voqealardan biri bo'lib qoldi. Lekin bu o'zbek davlatchiligi tarixiga asos solindi degan ma'noni anglatmaydi albatta. Xalqimizning davlatchiligi ko'p asrlik tarixga ega. O'zbekiston SSR esa amalda hech qanday mustaqil siyosiy huquqlarga ega emas edi. Chunki u mustabid sovet tuzumining yangi shaklidagi bir qismi edi xolos. Xulosa qilib aytganda, haqiqatan ham O'rta Osiyo davlatlaridan har birining ko'p millatli ekanligi, o'zbeklar, turkmanlar, tojiklar, qoraqalpoqlar, qirg'izlar, qozoqlar va boshqa yerli xalqlarning uchala davlat hududlarida tarqalib yashashi tarixan an'anaviy bo'lgan. Mana shu davlat tuzilmalari doirasida har bir xalq yoki alohida urug'lar xo'jalik hayoti tizimidagi o'z o'rnini egallab, o'zining ishlab chiqarish va xo'jalik faoliyati bilan davlat va mintaqa ijtimoiy hayotining yaxlit zanjiridagi uzilmas halqani tashkil etgan. Turkiston mintaqasining xalqlari shu zaminni qadimdan o'zlarining asl vatani deb bilganlar.